Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar. Navbatdagi manzilimiz Farg'ona viloyati Quvasoy tumani Naymancha MFI. Ushbu xonadonimiz 100 qanchayam kvadrat, 6 ta radiator qo'yishibdi. Mana kotelimizni o'rnatib qo'yibdi. Ustakalarimiz uyda egasi. Kotelimiz yonishi. Chiqib ketaman deyapti. Ustakalarimiz montajlar chiroyli qilib qo'yishibdi. Ko'rishlari mumkin. Kimga shunday aqlli kotellar kerak bo'lsa, 99 100 57 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Imkon qadar kelishtirib beramiz. Hammaga rahmat. Like, podpiska, kommentariy yozishni unutmanglar. Hammaga rahmat.